Jahon IT jamoasiga qo'shiling. Ctrl Shift N rабочий stolda Ctrl Shift N ni bossak yangi papka ochib beradi. CSS ekan. CSS kirish. Demak, buni VS Code ga ochib olamiz. O'chiramiz. Mana CSS kirish degan papkamiz. Bu joyga index.html yozdik. Endi Shift bilan tepadagi birda bosamiz va tab. Bizda tayyor strukturamiz ochildi. Endi qarang. Title'ni o'zgartirishimiz kerak. CSS kirish. Biz shu paytgacha o'rgandik. HTML da body'ning ichida, masalan, H1 da salom dunyo deb yozsak, natijamizni ko'rish uchun mana bu yerda yaratgan papkamizni ichiga kirsak, bo'sh papkaning ichida mana index fayl chiqqan. Shuni ichiga kirsak, salom dunyo chiqdi. Endi HTML da biz bularni yozdik, jadvallar yaratdik, forma yaratdik, rasm, boshqa narsa joyladik. Endi buni chiroyli qilish uchun mana salom dunyoni masalan o'rtadan qizil rangda shriftlarni o'zgartirib yoki ozgina harakat qildirish uchun bizda endi HTML ning yordamchisi CSS kerak. Bu CSS ni HTML ga 3 xil usulda qo'llashimiz mumkin ekan. Shu uchalasini hozir bir boshdan tushuntirib beraman. Birinchisi tursin. Mana bu ochuvchi va bu yopuvchi tek, to'g'rimi? Mana shu ochuvchi tekni ichiga mana bitta joy tashlaymizda probel va style deb yozamiz. Qarang, styledan keyin mana bu yerda xususiyatlar chiqib keldi. Ya'ni qaysi xususiyatni qo'llaymiz? Endi nima qilmoqchimiz? Masalan, color rang bermoqchi bo'lsak, mana color deb yozamiz va endi mana bu xususiyatga qiymatini beramiz. Qaysi rang? Right. Natijani ko'rsam, yangilasak, mana bizda yozuvimiz qizil rangga o'zgardi. Endi ikkinchi usul mana bu title dan keyin style deb yozib, ya'ni style ochuvchi va yopuvchi tegni ichida endi biz qaysiga rang bermoqchimiz? Mana bu H1 H1 ga ichidagi salom dunyoga mana shu joyga H1 yozamizda, jingalak qavsni ochib, masalan color nuqta blue beramiz. Natijani ko'ring. Ko'k. Xo'sh. Birinchi usul o'zini ichida ekan, ikkinchi usul mana bu title dan keyin style tegini ichida ekan. Bu ikkita usulda hali ishlamaymiz. Bular qachondir ishlatishimiz uchun kerak. Biz asosiy professional dasturchilar ishlaydigan alohida mana bu joyda eslaringizda biz index fayl ochgan joyimiz bor edi. Shu joyga kiramizda endi style.css, demak CSS ni kengaytmasi ham CSS deb yoziladi. Buni tarjimasi stillarning kaskadli jadvali degan so'zni inglizchasi aytilishi. Qarang, CSS'imizda ikonkasi mana bu shaklda bo'ladi. Mana bu yerda HTML, bu yoqda CSS. Endi mana shu H1 ga masalan sariq rang bermoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Mana CSS ga o'tamizda, shunchaki H1 mana ochamiz, jingalak qavsni va mana color 2 nuqta masalan gold deb yozsak, gold degan rang bor ingliz tilida. Yo'q, rang aytilishi oldin color nimaga o'zgarmayapti? Sariq bo'lmayapti. Sababi, eslab qolamiz buni. HTML bilan CSS ni yaratdik. Endi bularni bir-biriga bog'lashimiz kerak. Ya'ni buni bunga bog'lashimiz uchun biz buni CSS bunga ishlashi uchun bog'lashimiz uchun ana bu title dan keyin past qatorda link deb yozamiz. Mana shu link chiqqan joyiga mana hrefni ichida nuqta bilan slashni bossak, mana style CSS chiqib keladi. Eslab qoldingizmi?
link deb yozdik. Linkni ichida relda ana bu style sheet degani bu CSS degani ana. Bu link boshqa joylarda boshqa so'z bilan ishlatiladi. Mana bu link o'zi avtomatik rel bilan chiqib keladi. Mana qarang. Linkni yozaman, tab tugmasini bossam, mana tayyor shu holatda o'zi chiqib keladi. Va hech narsani bosmasdan nuqta slashni bosib uladi. Bo'ldi. Endi natijani yangilab ko'rsak, sariq rangga o'zgardi. Endi salgina mohiyatini tushunib olishimiz kerak. Tag nomi yoziladi. Tag nomi yoziladi va birinchi xususiyat doim bitta bo'ladi. Xususiyat degani o'shanga berayotgan o'zbekcha aytganda tasvirimiz. Uni masalan rangini ko'rmoqchi bo'lsak, rang degan xususiyat berdikda, uni qiymatlari bir nechta bo'ladi. Xohlasang qizil, xohlasang sariq beraverasan, to'g'rimi? Demak, bu xususiyat, bunisi qiymati. O'zgartirsa bo'laveradi. Endi natijamizni ko'rsak, yashilga o'zgaradi. Endi bu rang ekan. Ikkinchi uni o'lchami, ya'ni razmerini moqchi bo'lsak, qarang, nuqtali virguldan keyin pastga bitta tushamizda yozuv uchun font size, mana bu size degani ingliz tilida nima? Sizga o'qiladi. Razmer, o'zbek razmer ham o'zbekcha emas aslida. O'lcham. Masalan, bu yerga 45 piksel. Anglaymiz mana. Kattalashdi. Xohlaylik, mana shu yerda 145 piksel qo'yamiz. Shu 20 bu nimani H1 ni standart o'lchamida u pikselga qo'yilgan. Pin kichikroq bo'ladi, boshqasi qo'yish. Endi font size o'lchami ekan, shuni 45 ta o'zida qolsin. Xo'sh, biz endi mana buni o'rtadan va shaklini sal o'zgartirib joylashtirmoqchimiz. Demak, color xususiyati rang, font size xususiyati o'lcham, keyingisi text, align, align yoziladi, align o'qiladi. Qarang, center and justify, left, right, start. Biz eng ko'p qo'llaydiganimiz center, bu markazdan, and bu oxiridan, justify o'zini holati, left lightni bilasizlar. Left chap, right o'ng. Bizda centerda qo'llaymiz mana. O'rtadan joylashtirib berdi. Agar shu joyda biz center emas and yozadigan bo'lsak, qayerdan qo'llaydi? Oxirdan. Demak, and oxirdan joylashtirib beradi. Bizda oxirdan kerak emas. Mana Ctrl Z ni bosaman. Avval holatimga. Qo'shchani bosing va like ni ham unutmaylik. Qaytaradi mana center. Demak, uchinchi o'rganadigan xususiyatimiz text align ekan, ya'ni joylashuv. Va keyingisi font family. Family nima? Qo'ylar. Demak, yozuvni shrifti bu. Qarang. Masalan, fantaziyani olsak, yozuvni shakliga qarang, o'zgaradi. Xuddi har kimni pocherki har xil bo'lganday, husnixati bu yerda ham mana kursivni ko'ramiz misol uchun. Kursiv bu. Sal shakli chiroyli mana. Mana shu shaklda joylashtirishimiz mumkin ekan. Va oxirgi bugun o'rganadigan 5-chi qiymatimiz text nimani o'rgatmoqchiydi? Text transform. Transformatsiya degan so'zlarni eshitgansizlar, o'shanga yaqin bu mana. Uppercase bilishimiz kerak bo'lgan eng asosiy qiymati bu yozuvimizni hammasini bosh harfda yozib berish. Text transform uppercase. So. Demak, 5 ta qiymatni o'rgandik bugun. Color, rang, font size, o'lcham, text align, o'rtaga qo'yilamiz. font family, Harflar shakli va text transform hammasini bosh harf qilish. Endi keyingisi bugun o'rganadigan narsamiz mana shu joyda qarang. 1 2 3 4 5 ta bor salom dunyo. Yana o'tamiz.
keling, bularni comment qilib qo'yaylik. Mana bu 5 tani. Birinchisi masalan qizil, ikkinchisi qora, uchinchisi sariq, to'rtinchisi har xil rangda bo'lishi kerak xullas. Hozir biz ko'rdikki, mana bu yozilgan tagni yozyapmizda, mana bu joyga nima yozdik? Masalan H1 yozamizda, jingalak qavs yozamiz, rangini masalan color 2 nuqta red tali virgul qilsak, bu rangi nima bo'ladi? Qizil rangi o'zgaradi. Endi alohida bularni ranglashimiz uchun nima qilamiz endi? Hammasi bir xil tegdi ichida. Endi shu joyda diqqat bilan e'tibor beringlar. Bizda bor class hamda id degan funksiyalarni qo'llaymiz. Misol uchun, qaranglar. Buni shuni ichiga joy tashlaymizda class deb yozsak, ana bu klassga nom bera olamiz. Xuddi bir alohida sinfga alohida belgilagancha. Masalan, buni qizil qilmoqchimizmi? O'shanga yaqinroq qizil deb nomlab qo'yamiz. Keyin shuni oxirgisini ham qizil qilmoqchimiz. Joy qilamizda class qizil. Ikkalasi bitta qizillar guruhiga ajratildi. Endi bu joyga kelamizda, endi bu kerak emas. Nuqta qizil deb yozsak, faqat nuqta bilan yozamiz. Ichida color 2 nuqta red. Qolaverdi. Birinchisi va oxirgisini bitta guruhga qo'shgan edik. Agar orada yana bittasini shu guruhga qo'shmoqchi bo'lsak, mana buni ham qizil qilamiz. Joy tashlaymizda class ichiga qizil yozib qo'ysak, bo'ldi. Endi natijani ko'radigan bo'lsak, mana bu qizilga o'zgardi. Endi masalan ikkinchisini biz ko'k qilmoqchimiz yoki yashil qilmoqchimiz. Joy tashlaymiz. Class yashil. Masalan mana buni ham yashil qilmoqchimiz. Yoki bitta o'zini qilsak ham bo'laveradi, farqi yo'q. Kodga kiramizda CSS ga pastidan qaranglar. Pastidan nuqta yashil. Qavsni ochamiz. Color 2 nuqta yashil qana yoziladi? Green. To'g'ri. Nuqtali virgul. Yashilimiz bor. O'chiriyoq o'rniga. Keyingi kodlarda mana o'zi aslida ishlayveradi-yu, keyingi kodlarda qizil chiqishiga sabab bo'ladi. Mana pastdan qarab. Masalan, 10 chiqmaydi. Chunki bu yakunlanmaganda. Agar mana bu joyda bu yakunlansa, pastdan font yozsam, mana chiqib keladi font size. Endi buni nimani ko'rdik? Class bu alohida bir sinfga ajratib olib, bir nechtasini bir xil rang berish ekan. Endi buni id degani ham bor. Mana bu joyda qarang. H1da id ni yozib, tabga kirib, masalan gold shunaqa rang bermoqchi bo'lsak, endi id nuqta bilan emas, panjara bilan gold deb yoziladida, color nuqta gold. Bu mana sariq. Xo'sh, endi id bilan klassni farqi nima? Klassda mana bitta guruhni xohlagancha qo'llashimiz mumkin yoki bitta o'zini ham qo'llashimiz mumkin. id da bittadan qo'llaniladi, bu goldni boshqa joyda qo'llanmaydi. Shu uchun bizda ko'p id ishlatilmaydi-da, klassdan ko'proq foydalaniladi. Misol uchun, biz Kun.uz'ni bitta saytiga kirib ko'ramiz. Qani, Kun.uz dasturchilari kod yozishda id klasslardan foydalanganmi? Mana shu yerga kiramiz. Oxirdan kodni ko'rishni ochamiz. Buni o'zi yozgan. Bu ham dasturchilar yozadi.
Mana qarang. Class ko'ryapsizlar? Demak, mana bitta ID bor ekan. Class. Div class. HTML da eng ko'p ishlatiladigan taglardan biri bu div hamda class. Bu endi class tag emas. Class buni ichida ishlatilayotganlar nima deb aytiladi? Attribut hisoblanadi. CSS ga ulash uchun attribut. Bu joy tushunarli bo'ldi? Xo'sh. Endi bitta narsani aniqlashtirib ketishimiz kerak. O'chiraman polni. Buni ham o'chiraman, bittasi qolsa bo'ldi. Bitta tekka qizil degan klass berdik. Endi joy tashlaymanda ID masalan sariq, gold bo'lsin. Gold. Qarang, ham qizil degan klass berdik, ID degan gold degan ID berdik. Endi bu joyga h1 color 2 nuqta blue. Qara, nima qilyapman? Mana bu h1 ni o'ziga birinchi rang berdim. Endi pastidan nimalar bor edi? Qizil bilan gold bor ekan. Qizil color 2 nuqta red va panjara goldida gold. Buni ochamizda color 2 nuqta gold. E'tibor bering. Bitta o'ziga ham 3 xil xususiyat berdim. Endi qaysi birini qabul qiladi? Yo'q, qarang. Yo'q ekan. Mana ham tekka berdim, ham ID ga berdim, ham klassga berdim. Qaysi birini qabul qiladi deb o'ylaysiz? ID nikini. Nimaga-chi? Qaysi ekan? ID. ID. Sababi ID uchalasi qo'llansa, ID kuchliroq hisoblanadi. Endi ID ni o'chiramiz. Endi tag bilan bu bilan bu qoldi. Qizil bo'ladimi endi, yashil bo'ladimi? Qaysini qabul qiladi? Yo'q, ikkita rangni qabul qila olmaydi-ku. Demak, nimada? Klassda. Ana endi agar klass ham bo'lmasa, yo'q, nimaga? Buni. Sababi bu yerda ko'k berilgan mana. Demak, xulosalaymiz. Agar bitta tagga yoki umuman bittasiga ham tag orqali, ham klass orqali, ham ID orqali qiymat berilsa, eng kuchlisi buning ichida ID bo'lmasa, tagni klassni, klass bo'lmagan holda faqat ID ni qabul qiladi. Xo'sh, endi ikkinchi ko'radigan narsamiz, qarang. Yozdim. Xo'sh, buni yashil qilamiz. Bunisini xo'sh, qarang. Bitta h1 ni o'ziga qarang, birinchi marta ko'k berdim. Keyin bir xil rang bo'lib qoldi. Qizil berdim, keyin yashil. Qaysi birini qabul qiladi? Temur? Qizil qabul qiladi. Yo'q, qizil. Hammasi h1 bilan qarang. Qizil. Bittasini tanlashimiz kerak. Bittasi rang chiqaradi. Qizil. Omadbek? X chiqaradi. To'g'ri? Har doim kod tepadan pastga qarab o'qib keladi-da, va qaysini oladi? Oxirgisini qabul qiladi.
Yashilni o'chirsak, qizil qoladi. Demak, esdan chiqarmaymiz. Har doim kod tepadan pastga qarab o'qib kelinadi va masalan, orada nechtadir yozuvli boshqa qiymatlar bo'lib, oxirida yana h1 bilan berilgan bo'lsa, oxirgisini qabul qiladi. Tushundingizlar, ha? Уже h2 boshqa. h2 ga h2 ning qiymatini beradi. Bunga h1da h1da h1 ga qabul qiladi. Har bir tekni o'zini qiymati bor. Nozik joylarini tushundik. Endi o'sha yerda joy qolib ketdi. Hozir biz CSS ni ulashni 3 xil usulni ko'rdik, ha? Birinchisi bu orqali qarang. Endi mana bu joyga ichida birinchi usulni ko'rganimizdek style, color 2 nuqta gold. Endi bu yoqda style color 2 nuqta qaysi rang qoldi bizda ishlatilmagan? Jigarrang. Color nuqta hamma jigar brown. Xo'sh, qarang. Yana mana shuni o'ziga h1 ga o'zini ichida birinchi usulda, bu ikkinchi usulda va uchinchi usulda qiymat berdik. Endi natijaga qaysi birini qabul qiladi? Mana. Qarang. Mana shu h1 ning o'zi bor bizda, ya'ni mana bu bor. Shunga qiymat berishda ham 3 xil usul CSS qo'llashni ko'rsatganini boshida birinchi usulda mana sariq rang berdik, ikkinchi usulda jigar rang berdik va uchinchi usulda ko'k berdik. Qaysi birini qabul qiladi? Buni stil deb yozilmaydi. Sababi sari buni o'zini ichida qo'lladik. Inline CSS deydi buni ichida qo'llanadi. Agar sariq bo'lmasa-chi, inline CSS qo'llanmadi. Qizilmi jigarmi? Qizil emas ekan. Bumi? Brownmi? Yo'q. Ko'kda. Chunki sababi bu HTML ning ichida yaqinroq. Bu bo'lmaganda buni qo'llanadi. Endi Omadbek bu tushunarli, ha? CSS. Endi vazifani beraman sizlarga. Ismlaringizni yozasizlar-da. Ismlaringizga rang, o'lcham, shriftni, bosh harf bilan yozish hamda o'rtadan joylashtirishni yozib chiqasizlar. Boshladik. Soddagina qilib tushuntiraman. Birinchi kichkina bir sayt yaratib olamiz. Loyiha uchun index.html va sразу style.css. Doim shu ikkalasini yaratib olamizda. Qo'yamiz kattaroq bo'lish uchun. Demak, shift bilan birda bosib tab. Mana bu joyda CSS takrorlash darsi. Mana buni pastidan birinchi qiladiganimiz ulashimiz kerak edi. Ya'ni HTML ni CSS ga ulab olishimiz kerak. Link link tab ./css. Mana qarang, title dan keyin bu head ochuvchi va yopuvchi orasida yoziladi. Endi boshladik. H1 CSS takrorlash darsi yozamiz. Pastidan yozishimiz mumkin. P tegini ichida bugun biz HTML va CSS darsini o'rgandik. Xo'sh, qarang. Endi pastidan
bitta shunga rasm ham joylashtiraylik. Rasmga ham nima berishni ko'rsatib ketaman. Misol uchun rasmimiz bor. Stil berishni birdan ko'rsatib ketaman. Video yo'q ekan bunda. Video ekan mana bu. Qarang. Pastdan image nuqta slash boshqa papkaga tashlab qo'yaman. Bu papkaga tashlab qo'yaman uzr. X mana bu bizning papkamiz. Mana nuqta slash bir va bu joyga rasm deb ketamiz. O'sha natijamizga bitta qaraymiz. Indeksni bossak, endi shu rasmni kichiktirishimiz kerak. CSS orqali. Rasm nima tegdi ichida? Birinchi bulardan boshlab ketaylik. Birinchi H1 da H1 yozamizda jingala cast ochib text align center mavzu centerda razmeri font size masalan 55 piksel color 2.red natijaga qaraymiz. Mana bizni tayyor. Endi boshqa harf qilishimiz kerak buni. Text transform uppercase. O'zi 5 ta qiymat bor x ga beriladigan. Shuni qayta yozib eslab qolsak, doim shular beriladi. Endi buni kattaroq qilishimiz kerak. Bu nimani ichida edi ikkinchi yozuvimiz? P ni ichiga P. Mana shu joyga P jingala qavsni ochamizda P ga yozamiz masalan font size masalan 40 piksel. Böyle. Endi rasmni kichiktirishimiz kerak. Rasm nimani ichida? Image tagini ichida to'ppa-to'g'ri mana img jingala qaws. Endi rasmga font size berilmaydi-da, unga width degan beriladi. Width bu rasmni x o'qi, ya'ni chapdan o'nggacha bo'lgan o'lcham. Masalan 300 piksel beramiz. Rasmimiz 300 pikselga mana bu taraf kichiraydi. Agar hozir bu tarafini ham 300 piksel bersak, rasm xunuk shaklga kelib qoladi-da mana. Width bor, bizda height bor. Height balandligi, heightga 300 piksel bersak, endi rasm shu shakldaligi uchun mana kichiraytirdi. Endi videoni ham joylashtirib, videoga ham berib ketaylik. Video joylashtirmadik hali. Mana bu joydan video tagimizga nuqta slash videoni osamizda nima yozishimiz kerak edi bu yerda? Control C yozsak videomiz chiqadi. Endi natijamizda mana bu holat. Video katta. Qarang, ikkalasi yonma-yon joylashdi-ku. Ana bundan keyin hozircha shunchaki BR yozib qo'ysak, keyin qatorga tushirib beradi. BR degan tagimiz bor bittami? Endi videoni ham kichiktirishimiz kerak biz. Demak, CSS ga o'tamizda video tagiga nima beramiz? Ana bu ikkalasini beramiz. Rasmga nima bergan bo'lsak, молодец. Bersak, mana videomizda ham razmeri shu shaklda bo'ladi. Qarangmi? Bir xil. Demak, bunga berdik va nimalarga berdik mana. Ishlatgan kodlarimiz mana shular bor. Xuddi mana shu shaklda, ana HTML da nima yozgan bo'lsak, HTML dagi narsalarga bu tomonga harflariga qarab CSS berib chiqadi. Tushunarlimi? Endi yozib bilasizlarmi? Ketdik. Boshladik.